Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilaymiz. Mana bugungi videomizda yana bir hafta o'tib ketibdi. Bir hafta o'tib ketdi. Vaqt tez o'tishini qarang. Tez o'tyapti. Muxlislarimizdan salomlashib olasiz. Assalomu alaykum. Hamma muxlislarimga barqa sog'lik, salomatlik so'rayman. Keyin Rossiyada mana shuncha meni ko'ryapti, boshqa qilyapti, ayollarim bo'layapti. To'g'risi, shularga ham barqa ming rahmatimni aytaman barqa. Mana Xudo xolasa mana endi Salomat bo'ling. hammasiga barqa salomat bo'lsin, shu tennis hammasi sog' bo'lsin-da. Mana egiz tug'ishni boshlabdi dedingiz-a? Bugun ertalab egiz tug'ibdi-a bular? Ha, ertalab tug'di mana shu Erkak urg'ochi. Bittasi Meniki erkak ekan. ha, mana bu urg'ochi. Ha, yaxshi, zo'r. Bitta erkak. Onasi mana shu yerda turibdi. Men keladigan paytim aka bittasi o'zimizdan telefon qilishdi. Aha. Jarqo'rg'ondanmi, qayerdan deyishdi. Aha. Endi oilaviy ko'rishar ekan. Oilaviy. Oilaviy ko'rishar ekan. Yana bitta bo'g'ozdan ham olamiz, niyat qilib yuruvdik, shuni pul to'pladik dedik. Xursand bo'ldim. Oilaviy agar shuna bizni bir o'ynay jahonda ko'rishadigan bo'lsa, aka endi shularga narxini chiroyli qilib kelishtirib. Chiroyli qilib beraman. Ha. Shu bizga muxlis bo'libdi aka. Shu kelishtirib beraman aka. Muomala qilib beraman. Shuncha insonni xafa qilmayapman aka. Bundan buyog'i ham xafa qilmayman aka, xudo xolasa. To'g'ri gapda. Endi mana hozir 6 milliondan 6 million 200 dan egizlarni qo'yamiz. Aka siz unaqa qilmaysiz. Ya, unday qilmayman aka. Muomala qilib beraman aka. Yengil qilib berasiz. Ancha yengil qilib berasiz. Ancha yengil qilib beraman aka. Yarim gap aka. Bo'ldi. Xudo xolasa olganda o'zi imkoni bo'lsa ertasiga telefon qilib aytib qo'yadi, oldim deb. 3 ta dedilar, yana o'sha yaqin tug'adigan tug'adiganlardan berasiz. Bo'ldi. Ana shunaqa berasiz. Bahrom aka, ishqilib bu qo'ylarni tarqatib aylanib keldingiz. O'zi vaqtingiz shu aylanish bilan o'tib ketyapti. Onasi shu ekan-a? Onasi mana shu. Ha, yaxshi. Bahrom aka, vaqtingiz o'zi shu aylanish bilan o'tib ketyapti. Aylanish bilan ketyapti aka. O'z bir kunda sotsangiz ham chiqib ketasiz tarqatishga. Tarqatishga endi Xudo xolasa bir juma kundan chiqyapman aka. Shanba kuni ham iloji yo'q, mashina to'lib qolyapti, yana bir reys qilib jo'nattirib yuboryapman. Vodiy tarafga. Gap yo'q. Keyin juma kuni o'zi yana bir mayda so'zni qildim tanishib. Buxoro, Samarqandga doğru boryapti. Biz o'zimiz keyin Jizzax bilan Toshkentda olib ketib, keyin yana keyin o'zingiz ko'rdingiz o'sha bilan Toshkentda birdan promeye ko'rsatib beryapti. Bir beryapti. haftada necha kun uyda qolyapsiz endi? Bir haftada aka endi xo'p, seshanba kun, chorshanba, payshanba kun uyda bo'laman-da. Juma kunda 3 kunda. Qarang-da, yana yangi ketib qolmasin. Yo'q aka. Ish bo'layapti. Endi bu yoqqana yeni xalqni xizmatdamiz aka. Qo'y jannatdan chiqqan hammaning bir qo'tani to'liq qo'y bo'lsa men xursand bo'laman. Sari qo'y hammaga yetib boraversin aka. Bo'ldi. Bo'lmasa videolarni bilan tanishtiramiz. Nechta qo'y berdi? Bu yerda aka 85 ta qo'y aka. O, salkam 100 ta ekan. Ket. Yana bir bor. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilaymiz. Xalq e'tiboridagi Bahrom akadan bu safar katta partiya kelibdi. Boshi bilan oxiri videoga sig'mayapti. Qo'ylarimizni kattaligidanmi yoki qo'ylarimizda ko'pligidanmi Bahrom aka? Aka, qo'yning kattaligi ham katta, ko'pligi ham ko'pda aka. Gap yo'q. Gapni ham topdingiz lekin. Ya, to'g'risi mana aka, mana ko'rib turibsiz mana aka. Kattaligi ham katta qo'y aka. Zo'r aka. Gap yo'q. Hammasi to'qbog'oz, bola-boz o'zi 2 kun o'zi tug'adigan bo'lib boshlagan mana. Olib borib uyda boqadimi, dalada boqadimi, hamma joyda yuraveradi. Yuraveradi aka. Zo'r. Zo'r. Qo'ylarimiz, qarangizlar, qo'ylarimiz haqiqatdan Bahrom aka. Aka, bu bitta bo'lsa ham sotyapsiz, 10 ta ham, 20 ta ham. Bunchani hisob kitobini qanday olyapsiz aka? Aka, hisob kitobini aka qanday eplayapsiz? Qarang. Joy kelsa bitta qo'y oladigan bilan 1 soat gaplashadi deydi. Shunday lekin. U qanday eplayapsiz? Qanday hisob kitobini olyapsiz? Hisob kitobini olyapmiz aka. Birovga masalan 5 ta boradi, birovga 2 ta boradi aka. Oyog'iga, qulog'iga ipaydan ketaveradi. Daftarchkaga uni olib ketaveramiz aka. Yozib ketaveraman aka men. Daftarchkaga yozib ketaveraman. Shunday. Keyin daftarchkaga yozib ketaveraman. Keyin bir boshdan daftarchkaga qarab borib, berkitga aniq yozib tashlab ketaveraman aka. Hisoblab ketaveradi. Hisoblab ketaveraman. Puli masalan birov 1 million, birov 2 million tashlaydi. Shuni ham yozib ketadi-da keyin. To'g'ri gap-da. Mana shular ham yozib ketadi aka. Gap yo'q. Qiyin. Ayni qiyin. Mayli, shu o'zi bo'lmaydi shunday bo'lsa. Zo'r. Bahrom aka yorvordingiz aka. Osh bo'lsin. Aka ba'zida negativ ham bildirib qo'yishadi. Sizga sherik qilib bizni ham gapirib qo'yishadi. Shunday lekin aka. Bu qo'ylarni ko'rgandan keyin, muncha qo'yni ko'rgandan keyin aka hammasi hasadda yorilib bo'ladi. Birodarlar,
Shuning uchun aytamizki, havas qilinglar, qo'rangiz qo'yga to'ladi. Havas qilinglar, do'stlar, qo'ylaringiz uyingizda baraka, fayz bo'ladi. Hasad illat, hasad kasallik do'stlar. Hasad shaytondan. Agar gaplarimiz noto'g'ri bo'lsa, aka noto'g'ri gapirdingiz deylar. Mana ko'ryapsizlarmi? Biz har qanday negativlarga e'tibor bermaymiz. Bizning orqamizdan ham gap so'z bo'ladi. Kimlarni gapirishmagan? Domlalarimizni gapirishadi. Payg'ambarimizga gapirishmaganmi? Qancha tuhmat toshlari tushganlar bizga hech narsa emas bu gap so'zlar. Lekin bo'lib turadi. Lekin biz dalshi olg'a yurganimiz uchun ham mana shunday qo'ylarni sizlarga yetishtirib, ko'rsatib, sizlarga xalq uchun sotib beryapmiz. Videolarimiz minut ko'payib ketsa ham, lekin ko'rishga arziydigan mana shu o'ynay jahonda seriallarni emas, oilaviy mana shunday xalqimiz barakali Surxondaryo hisori qo'ylarni Asror Donayev kanalidan olaman, ko'raman deb kuzatib yurgan obunachilarimizga hammaga addushi rahmat. Salomat bo'lingizlar. Bahrom aka. Asror aka. Haqiqatan, lekin men shunchalik xursand bo'lyapman aka endi. Kommentariyaga borqa shunchalik odamlar yaxshi fikr beryapti-da. Avval falon piston deb haqiqatan endi hisori qo'yligini, qanday qo'yligini borqa farqiga yetib bordi-da. Lekin sizga hamma yozyapti, men xursandman-da. Qarang degandim-ku. Shunday, chunki payg'ambarimiz qo'y boqqanda bitta qo'yda 10 ta baraka deb aytgansiz-ku. Yaxshi fikr beraversa aka, shu insonlarga borqa Xudo xolasa qo'rasi to'la qo'y bo'ladi aka, nasib qilsa aka. Albatta aka. Amallarimiz niyatga bog'liq. Avvalambor niyat qilinadi va o'sha niyatimiz sari Alloh shunday joydan yetkazadi. Hayda. Bandani o'zi bilmay qoladi. O'zimizning kuchimizga nima qilmaylik, ishonib, men misol uchun aytaylik, 10 ta qo'y olishim kerak, aytaylik. 10 ta qo'y olishim kerak. Meni oyligim muncha bo'lsa, men qachon olaman, munchadan pul yig'sam muncha bo'lar ekan deb o'zimizning kuchimizga ishonsak, qiyin masala. Lekin inshaalloh 10 ta qo'y olaman. Menga qiyin, Allohga oson desangiz, aka Alloh sizga bir sinov beradi. Qanaqadir sinovdan o'tolsangiz, o'zingiz kutmagan joydan shunday kelib qoladiki, uni Xudo biladi. Shunday kelib qoladiki, 10 ta qo'y xonadoningizga bo'lganini o'zingiz bilmay qolasiz. Ko'p qo'yni ushladingiz-a? Yerga qayta ko'k. Aka, qo'chqor, mana qo'chqor ichida yuribdi. Men buni hozir ko'rdim aka, qo'chqorligini. Men qo'y deb o'ylamman, qo'ylar bilan qo'chqor mana aka, mana uchalasiz, mana qarang ko'ring. Shuni aytaman-da mana. Mana ketdi. Ko'k deb ushlasizlar. Mana uni qo'chqorligi farosan, bo'g'oz qiynamaylik. Mayli, ikkita ko'k qo'yimiz bor. Barom aka. Ikkita ko'k qo'yimiz bor. Mayli, ushlasangiz ham yaxshi edi, ushlolmadi-da. Ikkita qo'ydi. Birontaga beraman deysizmi? Mayli, birontasiga ko'pda so'ragan, ko'p qo'y. Ikkita qo'yda? Ha, ikkita ko'p qo'y so'ralgan ekan. Ezmasdan bittada ushlang, yashang. Malades bo'lar ekan-ku. Qo'ylar, qarangizlar. Agalar, kelib ko'rib olish shart emas-da, shunday boraversa ham uyaltirmaydigan qo'ylarimiz, qarangizlar. Mashalloh, ko'z tegmasin. Qani Bahrom aka? Hop, ikkita qo'yimiz. Qara. Yeplab bo'lmaydi-ku ularni. Mana qo'y akalar. Mana uni qo'y deydilar-da. Taberlar. Ishqivoziga nech bilan beramiz aka? Sirazi ayting. Aka, bunday ko'ring aka. Ishqivoziga luktasiga bo'ladigan bo'lsa aka, 4,5 milliondan bo'lsa aka, 5 ta ona bola bor, bitta yegiz bor. Ichida bir joyda bo'lsa beraman 4,5 milliondan. Ayrim savdo bo'ladigan bo'lsa o'zingiz bilasiz aka, sal narx balandroq bo'ladi aka. To'g'ri gap. Yani kelishib ketaveramiz. Olasiz a? Shunday. Va tishlarga ko'rsin aka. Qarang aka, 4 tish aka. 4 tish ekan. Zo'r. Bunisi ham, bunisi 6 tish ekan a. Bu eplolmaydi. Mayli, 3-siga bo'g'oz bo'lsa kerak a. Aytdim-ku, 3-siga bo'g'oz. Bunisi 2-siga bo'g'oz do'stlar. Bunisi 2-siga. Yelinlarini ko'rsatib ketmadi. Xo'p, qo'ylarimiz ko'rganingiz. Aka, endi qarang. Mayli aka. Qo'ylarimiz zo'r, qo'rin taylab o'stirganlar. Qayring aka, qayring, baqa keling, haydab keling. Aka. Ushlab olishni qarayver. Buyoq haydab keling aka. Suv bor ekanda, suvning ichiga kirmayin men. Oramiz uzoqlashib ketdi, 15 metr. Abdullos bilan yaqinroq haydang aka. Bahrom aka. Aka. Aka, endi bir joyda gurungini qo'ying aka. Bir joyga o'zingiz ham sotib yuribsiz. Bugun sotganingiz yo'q, ko'ryapsiz. Bir joyda hamma ham olmayapti. Imkoniyati. Bir joyda olmayapti. Haqiqatdan imkoniyati qarab bo'lyapti. Endi gurungini qo'yavering. 5 ta, 10 ta, 15 ta, 20 ta bo'lyapti. Nechta bilan beramiz aka? Gurungini qilavering. Masalan aka, bu yoqdan 20 ta oladigan bo'lsa aka,
4 million 800 ming bo'lsa beraveraman aka. 20 dona oladigan bo'lsa. Qanday uni siz tanlab berishingiz boshqa. Aka farqi yo'q. Ega saylab olsa ham mayli aka, roziman aka. Ega saylab olsa ham beraman. Lekin buni ayiradigan qo'yning o'zi yo'q-da aka. Ko'ryapman. Bir xil mana maydaroq bo'lgani bilan sal yoshroq. Oldidagi 1 yosh 2 yosh katta, lekin u hashim kelgan qo'yda. Mana shunday shularning bolalari, masalan, narigi 3-qoringa bo'g'oz bo'lsa, bunisi 1-qoringa mana qavat. Ko'rib turibsiz-da endi. Bir xil 2-qoringa. Bir joyda bo'ladigan bo'lsa necha dedik aka? Bir joyda bo'lsa 4,5 milliondan beraman aka. Mana qo'zlar, ona bola. O'zim bor ishlang. O'zi ishlang aka. O'zingiz baribir yoshingiz katta, chiniqqanroqsiz, eplayapsiz-da qo'ydi. Bu yoshlar eplolmayapti. Shundayligina tushirmayapti-da. Voh, mana qo'ydi qaraysiz akalar. Voy. Mana qariqligini ham ko'rsin, mana yelinni ham ko'rsin aka mana. Yelin to'ldirib qo'ygan. Aka bolani boqadi-da bu. Bolani boqadi xudo xolasa. O'shanaqalardan-da. Buni yoshlarni qaraysiz, tishlarini ular tozalang. Hammasini aka yuvib chiqdingiz, tishlarini. Yo'q, yuvganim o'zi aka. Tishi yosh, sog'lom qo'ydi, tishi toza bo'ladi. Toza bo'ladi. Ha, shunga juda uni ko'pchilik bilsa kerak buni. Tish asosiy ahamiyatga ega. Xo'p, aka yarmini olaman deganga ham qanday? 44 dan dedingiz-a boya? Yo'q, 45 dan aka. 45 dan dedingizmi? Dastlabkilari bor. Dastlabki qilib beramiz aka. O'zbekiston bo'ylab 45, ha? Ha, dastlabkasi ichida 45. Ha, yarmini 40 dan olaman deganga ham beraveramiz-a? 40 ta olaman desa ham, shu bo'laveraman aka, aytganim 45 dan beraman. Yarmini olsa ham. Lekin hozir kimdir kelib, aka teginmay turing, men 40 tasini olaman, men shuni tanlab olaman desa, nech puldan berasiz aka? 40 ta tanlab olaman desa aka, 200 ming so'm baland bo'ladi aka. 200 ming baland bo'ladi. Agar o'zingiz tanlab beraman desangiz, mana 5 ta 10 ta oladiganlarga aka sal pulni yengilrog'idan bo'lsa ham bering desa, 200 ming kam qilib beraveramizmi? 200 ming qilib beraman aka. Kam qilib beraveramiz. Qilib beraman aka, 45 ta. Aka, endi haqqa ham birinchidan kela olmaydi, keyin nima deydi? O'zi qo'yingizni yomoni yo'q-da, hammasini mana aylantirib ko'rsatdik, mana aylantirib ko'rsatdik, yurg'izib ko'rsatdik videoni, mana yana qaytadan boshidan ko'rishsin, mana 12 minutdan o'tyapti videolarimiz. Yo'q, qo'chqor ko'rinmayapti. Farg'od aka, siz qo'yda ana qo'yni ushlang deysiz-da, qo'chqor. Qora asror aka o'tgan safarda qolgan qo'yda bor. Qo'chqordan sal farqi bo'lish kerak-ku. Ya qani o'sha qo'chqor? Farqi yo'q, men farqi yo'q. Qo'chqor ichida kallasi topib olishingiz mumkin aka. Qani, mana chekka chiqib qolibdi o'sha. Sal farqi. Aka bo'ldi, yetadi, zo'r. Haydang chiqaramiz aka. Yurishlarigacha bitta chiqarib ko'rsataylik. Akalar, eslatib qo'ymagan bo'lsak ham, layklarni oldindan bosib qo'ygan muxlislarimizga addushi yurakdan salomlar, xonadoniga baraka tilaymiz va hali bosib ulgurmagan Asror aka esdan chiqib qoldi. Mana endi bosaman deydiganlarga ham xonadoniga barakalar va kamida mana shunday qo'ylar nasib qilaversa. Baqqarab ketdi. Indamang. Ketaversin. Aka, indamang. Xohlagan joyiga ketsin. Unaqasi borsa ham shu yo'ldan boradi. Mayli. Hay. Voy, mana buni qarang ya. Aka, nima baloydi bu? Ana qo'ymisan qo'y. Mashalloh. Qolgan qo'ylar. Shu joyiga bitta narsani aytib qo'yaylik. Do'stlar, hayratlanganda mashalloh deyiladi. Lekin ming afsuski zamonamizga kelib yolg'ondan mashalloh deydiganlar ham ko'payib ketdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.